Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zubayr Gamer va bugun sizlar bilan birgalikda biz mana shunaqa mashina zakaz beradigan o'yin o'ynaymiz Robloxda. Va bunda biz mana bu tugmachani bossak, xohlagan mashinani mashina qanaqa chiqdi? Yamay mashina ekan, mayli, birinchi bo'ladi. Lekin normalniy Yurt bolalar mashinasi-ku. Yaxshi kulgili. Mayli, bu mashinadan yo'q. Boshqacharoq mashinani ko'ramiz. Men buni zakaz kerakchi, qanaqa ekan. Zo'r mashina ekan. Orqasida ana yuki ham, oshxonasi ham bor ekan, dahshat. Super tezligim qolmoqda. Mayli, hech kishi yo'q. Asas bo'lishga o'rin yo'q albatta. To'xtanglarchi, men oshxonasiga qiziqayapman. Buni qanaqa ekan? To'xtanglar, to'xtab oling. Ana endi tushamiz-da, qaranglar. Mana oshxona bor ekan, oshxonasini kirib ko'rish kerak. Oshxonami nima o'zi? Oshxonami nima o'zi bu? Eshiklari ochilar ekan bu yoqda. Bu yoq oshxona ekan. Yo'mayo. Boshqarsa bo'lar ekan ichidan. Shuni yopib qo'yamiz. Yopib qo'ysa ham bo'lar ekan. Ajoyib. Normalniy. Gazda biron nima pishirsa bo'lar ekan, lekin xolodilniklarni ochib bo'lmas ekan. Mayli. Chiqamiz-da, eshikni yopib qo'yamiz. Lekin juda zo'r ekan, menga yoqdi. Endi esa keyingi mashinani zakaz qilish qoldi. Keyingi mashinamiz mana bu bo'ladi. Cho'tkicha mashina, dahshat. Dahshat deyishga loyiq emas, u normalniy. Orqalardan nimalar chiqadi buni? Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar? Agar bunda super tezlik yoqsanglar bor. Dumalab ketdi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, qanaqa zo'r mashinaligini? Bu mashina menga videoni boshidanoq yoqdi. Oldilaridan ham chiqar ekan mana. Driftlar qilar ekan. Yaxshi, normalniy. Endi biz avtobusni zakaz berib ko'ramiz. Wow, dahshat. Eshiklari ham cho'tkicha ochilar ekan. Mana. Zo'r-ku. To'xtanglar, mana bitta eshiklarni ochsa bo'ladi. Qani ochib ko'raylik-chi ishlarni. Oyna mana bu ekan. Oyna ekan bu. Buni bosimga ishlayapti. Lekin zo'r ekan bu, ajoyib. Ham normalniy oddiy avtobuslarda normalniy yurar ekan. Qani bitta sakrab ko'raylik-chi. Gazini bosamiz. Avtobusga sakrashning iloji yo'q. Men tentakka o'xshab sakrab o'tiribman mana bitta. Motorimizni bosamiz. Tushamiz-da. Endi esa eshiklarni ochdik. Endi boshqa
boshqacha mashinalarni ham zakaz berib ko'ramiz. O, mana. Qani? Do'stlar, ozgina Roblox qotib qoldi, shunga sal harakat qilishga to'g'ri keldi. Mayli. Endi esa mana mashina Zagruskadagi mashina ekan bu. Zagruska bo'ladi, mashina yer sayyorasida mashina aylanib turadi. O'shanga o'xshar ekan bu. Даже o'zi desa ham bo'ladi buni. Dahshat. Mana buni zo'r desa bo'ladi. To'xtanglarchi. Mana yerda dengiz bor ekan. Tushunarli demak. Bu toshli yo'llarda dahshat yurar ekan. Biz demak shunda mayli oddiy yo'lga qaytaylik. Voy! Biz dengizga tushib ketdik. Tasavvur qilyapsizlarmi, do'stlar? Buni rangini o'zgartirsa ham bo'ladimi? Qanchalar dahshat. Yo-mayo. Bu dahshatli darajada pastga sho'ng'ib ketibmiz. Mayli, bu yerlarda aytgancha kema paydo qilsa bo'ladi. Lekin kemalarimiz ko'rinadimi? Yo'q, ko'rinar ekan. Ajoyib. Mana kema paydo qildim men. Kemada suzib ketsa bo'ladi. Mayli, oddiy yo'lga qaytib boshqa mashinalarni ham ko'rish kerak. Ular faqat suvda suzadi. Mashinadan tushamiz, to'g'ri kemadan. Endi esa biz boyagi mashinamizni zakaz qilamiz-da, birinchi mashinada ketaylik. Normalligina mashinada shu. Kichkinacha mashina. Tak, ana o'tli yo'llarda ham normalni yurar ekan. Mana bittasiga yetib keldik. Drift ham qilar ekan bu. Mana endi. Xo'p, biz buni zakaz berdik. Endi bunisini zakaz berib ko'ramiz, qani. Bu qanaqa yuk mashinasi? Yo-mayo, haqiqiy dahshat. Do'stlar, tasavvur qilyapsizlarmi? Bu yuk mashinasi vashti zo'r ekan, a? Lekin juda qattiq ursa qiyshayib ketar ekan. Mayli, bunga muammo bo'lmaydi. Bu prosta trampolinlarga bo'lmaydi. Tak, bu yuk mashinasi ham normalniy ekan. Xo'sh, endi buni zakaz berib ko'ramiz mana. Dahshat gelik. Qani. Quloqlar nima oladi bu gelik? Dahshat. Teskari qolar ekan-da, mayli. Mayli, mana mashinani ham zakaz berib ko'ramiz. Dahshatli darajada zo'r. Deyishga unchalik ham loyiq emas lekin. Aytib qo'yay. Bu bilan qayerda yursa bo'ladi aytayin. Bu bilan bunaqa qing'ir qiyshiq yo'llarda yursa bo'ladi. Bu mashina vaqti ko'rgan bizga. Shams. Xo'sh, mana buni zakaz berib qo'yaylikchi. Normalligina yurar ekan atak. Chiroyiga, dizayniga normalni desa ham bo'ladi. Trampolinlarda ham normalni o'rtacha trampolinlarda sakray olar ekan. Tak. Biz endi mana avtobusni zakaz berib ko'ramiz.
Sekin mashinalarni ham ko'paytirib boraveramiz, to'g'rimi? Mana avtobus. Mencha bu videoni ko'p qismga bo'laman shekilli. Chunki buncha nimalarni olishga yetmaydi. To'xtanglarchi, buni eshigi bor edi aytgancha. Eshigini ochib ko'raylikchi. To'g'ri bosamiz. Dahshat. Stop bo'ladi-chi. Bu qaysidir biroq o'tirmoqchi shekilli. Mayli o'tirsin. Xullas, bu mashina ham narman. Keyin bunisini zakat berib ko'ramiz. Vau, dahshat. Haqiqiy dahshat. Yaramas. Meni mashinamni uxlatishdi. Lekin bu mashina harbiylar hech narsa qilmas ekan. Harbiylarning mashinasi shekilli. Tezligiga ham normalniy. Allaqachon mana shu mashinaga keldik. Bu mashinami o'zi nima? Bu samolyotmi? Da, mashina ekan, faqat samolyotning versiyasi. Uchar samolyotmi bu? Tushunmadim. To'xtanglarchi, bunda tramplinda sakrab ko'rish kerak. Tramplin. Nima bo'ldi hozir? Quroflan, bu uchar ekan. Yana bir marta sakrab ko'rgim kelyapti, qani. Sakrab ko'raylikchi, tak, mana. Ay, nima bo'ldi? Mayli, bu bilan uncha tramplinlarda sakrashni yo'q ekan. Men mashinaga juda qiziqyapman. Dahshat ballonlari katta ekan. O'zi ham normalniy himoyalangan. Tezligi ham normalniy. Driftlar qilsa bo'lar ekan, bo'ladi. Tramplinlarda ham dahshat sakraydi o'zi. Agar buni Vachkar anaqasiga qo'ysang bori, Vachkar degan multfilmni ko'rasizlarmi? O'sha anaqaga Vachkar degan multfilmga qo'ysanglar, mana shu Vachkar bor bo'lsa, hammani itarib tashlaydi. Xo'sh, bu mashinamiz ham normalniy ekan, mana bunaqa kamazimiz bor ekan. Vau, dahshatku. Mashinalarga o'tirsa bo'ladimi? Bo'lmas ekan, mayli. Lekin kamazning o'ziga albatta o'tirib bo'ladi. Yaxshi, bu ham oddiy kamazdagidek. Lekin rang-barangligi menga yoqdi. Bu nima? Yo, divanli mashinami bu? Tushunmadim juda. Divanli mashinami? Ajoyib ekan. Yotib olsa bo'lar ekan. Mayli. Divanli mashina ekan, tak. Mash qatorda tugatsam, yo'q, mayli. Mash kamalda bir ko'raylikchi agar. Normalligini kamas. Agar ulgursak, mana bunisiga ham zakat beramiz. Do'stlar, chunki vaqtim kam qoldi. Shuning uchun ham tezroq mana shu qator tugatishim kerak. Driftlar qiladimi bu? Mana shu menga rosa yoqdi lekin. Burishlari ham normalniy ekan. Juda yoqdi bu menga. Mana unisini ko'ramiz endi. Buni mencha anasini ko'tarsa bo'ladi-ya? Da, ko'tarsa bo'lar ekan. Gech tushirsa bo'lar ekan. Yurishi ham oddiy, normalniy akkumulyatorda yuradi. Mayli. Xullas, do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying.
Yana shunday qiziqarli videolar chiqishini xohlasangiz, albatta kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Qo'ng'iroqchani ham bosish esingizdan chiqmasin. Albatta keyingi safar men bu videoni albatta ikkinchi qismini olaman. Ikkinchi qismida esa mana shunga o'xshash yana ko'p qiziqarli mashinalarni olamiz. Hammaga xayr. Hozircha esa hammaga xayr. Salomat bo'linglar.